Nega Shimoliy Koreyada haligacha Ronaldo jahon chempionligini 2010-yili yutgan deb ishonishadi? Hammasi o'sha chempionatda boshlangan. Shimoliy Koreya ilk bor musobaqada qatnashib, Braziliyaga qarshi yaxshi o'yin ko'rsatgan. Otiga 0-1 hisobida yutqazgan. Ammo haqiqiy voqea Portugaliyaga qarshi o'yinda sodir bo'lgan. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Shimoliy Koreya hukumati bu o'yinni jonli efirda ko'rsatishga qaror qildi va barcha fuqarolarni tomosha qilishga majbur etdi. Biroq Portugaliya ilk bo'limdayoq 4 ta gol urgach, efirni shoshilinch tarzda uzib qo'yishdi. Omadsizlikni yashirish uchun hukumat keyinchalik Portugaliya butun turnirda g'alaba qozondi deb e'lon qildi. Shu tariqa go'yo Shimoliy Koreya chempionga qarshi mag'lub bo'ldi degan afsona yaratildi. Hatto hozirgacha ko'plab Shimoliy Koreyaliklar Ronaldo jahon chempionati medaliga ega deb ishonishadi. Chempionga qarshi mag'lub bo'ldi degan afsona yaratildi. Hatto hozirgacha ko'plab Shimoliy Koreyaliklar Ronaldo jahon chempionati medaliga ega deb ishonishadi.